أطواق الذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. المقالة 87. خب 87 مقاله. لا تقل في الرجل إلا بما فيه. bir odam haqida gapirsang, o'sha odamda bor narsani gapir faqat deyapti-da. Xo'p. رب موصوف بالمكارم والمساعي وهو معروف بالمكاره والمساوي. Qancha bir ulug' xulqlar bilan tavsiflangan va serg'ayrat deb tavsiflangan. Yoki hamma unga harakat qiladigan, unaqa bo'lishga harakat qiladigan mag'butun bihda o'shanaqa deb tavsiflangan odamlar bor va o'zi aslini holbuki u yomon ishlari va yomonliklari bilan tanilgan. O'zi asli tanigan odamlar uni naqadar yomon odamligini biladi deyapti. Deydilar u ulug' serg'ayrat inson, aslida u makkor, yomondan yomon. ومنعوت بالحلم الراسي والعلم الراسخ وهو منهما على أميال وفراسخ. qancha o'sha mustahkam halimlik bilan sifatlanganlar bor, puxta ilm bilan sifatlanganlar bor, holbuki u sifatlangan odamlar bor, holbuki ular mufrat qilsangiz, holbuki u shunaqa sifatlangan odam bor, holbuki u bu halimlik u ilmdan necha mil, necha farsax narida, necha kilometr narida deyapti-da. Derlar ilmu halimlikda yagona, asli u bu sifatlardan begona. Shunaqa ilmu halimlikda yagona deyishadi, aslida u bu sifatlardan begona. Unda bunaqa sifatlar yo'q. Hasbuka bihada shatat mustanzilan lis-sahat. Bu mana shu haddan oshishni o'zi g'azabni tilab olishga yetadi. Mustanzil g'azabni tushishiga yoki g'azabni tushishini talab qilishga degandek ma'nosi ham bor. Endi istig'for bobi narsani talab qilish bor. Shunaqa Allohning g'azabini tilab olishga yetadi mana shu haddan oshishni o'zi. Bunday haddan oshish noo'rin baho, go'yoki g'azabni tilar badduo. Bunaqa noo'rin baho berish, bunday haddan oshish xuddi g'azabni badduo bilan tilab olishdek. Xo'p, yetadi. Shu bilan 87-maqola ham nihoyasiga yetdi. Salomat bo'linglar sizlar.